Bu video sizga qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin iltimos qilardim oxirigacha ko'rishinglarni. Operatsiyaga pul yig'ish hali ham davom etmoqda. Jami bo'lib $9000 kerak. Turkiya davlatida bo'lib o'tadi. Hamma hisobotlarni bundan oldingi videomizda aytib o'tganman. Men operatsiyani o'zini pulini yig'ib bermoqchi emasman, sababi oshuro yig'ib bermoqchiman, yetmay qolmasligi uchun. Endi misolga keltiraylik, o'tbetga boradigan bo'lsangiz, belgilangan summani ololmaysizda, ya'ni oshuro bo'ladi, sababi yetmay qolmasligi uchun. Xuddi shu kabi E'zozaga men oshuro yig'ib bermoqchiman. Operatsiyadan tashqari biletlari bor. Oyisi, buvisi, E'zozani o'ziga, biletlarning o'ziga 15 millionga yaqin pul ketadi. Bitta tibbiy ko'riklari bor. Bo'ldi. Tibbiy ko'riklari bor, shunga ham pul ketadi. Shuning uchun oshuro yig'ib bermoqchiman. Qiyin bo'lishi mumkin, hammasi Allohdan. Siz biz sababini qolamiz, Xudo xolasa. Bo'ldi. Sababini qolamiz, Xudo xolasa Alloh beradi buni ham. Qizaloqimiz uchun iltimos qilaman, mana shu videoga bir dona like bosib qo'ying. Qo'lingizdan kelsa videoni maksimal darajada tarqating. Kommentariy ko'proq yozing, qizaloqimiz haqqiga duo qiling. Bo'ldi. Kartalarimiz turibdi. 5 yil 10 ming so'm pul. Qizaloqimiz uchun ko'zlarini operatsiyasi uchun ehson qiling. Mana shu narsani iltimos qilaman sizlardan. Kulyapti, mana kulyapti. Bu video sizga qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin iltimos qilardim oxirigacha ko'rishinglarni.